Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 11 oylik chaqaloq va uning rivojlanishi haqida bir nechta ma'lumotlarni aytib o'taman. Demak, boshladik. Avvalambor, bolakayning jismoniy rivojlanishiga to'xtalib o'tsam. Birinchi navbatda vazn. O'g'il bolalarda o'rtacha vazn 8-9 yoki 11 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. Qiz bolalarda esa bu ko'rsatkich 8,4 yoki 10,5 kilogramni tashkil etadi. Bo'yi o'g'il bolalar 72-77 santimetrgacha, qiz bolalar esa 71-76 santimetr bo'lishadi. Bosh aylanasi 44-47 santimetr, ko'krak aylanasi esa 45-48 santimetr bo'lsa, bu me'yoriy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Bolakayning harakatlari, ya'ni motorika rivojlanishi. Bolaning ko'pchiligi qadam tashlashni boshlaydi bu davrda, ya'ni ayrimlar hali yurayotgan bo'lmasligi mumkin. Yuz tubanda yoki chetlariga yopishib yurishga harakat qilishadi. Oyoq va qo'llari mustahkamroq nazorat qilinib, mayda motorik harakatlarda yaxshilanish kuzatiladi. Masalan, kichik buyumlarni ushlash va joylashtirish kabi. Ko'nikmalar va ruhiy rivojlanishi esa, ya'ni birinchi navbatda intellektual rivojlanishi. Oddiy ko'rsatmalarni tushunib bajaradi. Masalan, ber, ol degan so'zlarni bemalol bolakay ushbu davrda tushunishi mumkin. Ijtimoiy rivojlanishi esa tanish odamlarga ijobiy munosabatda bo'ladi. Uzoq tanish bo'lmagan odamlar bilan muloqotda ehtiyotkor bo'ladi. Ota-onasi yoki qarovchisi bilan juda bog'liq holatga tushib qolgan bo'ladi. 11 oylik chaqaloqning rivojlanishiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kundalik ovqatlanish miqdori taxminan 4-5 martagacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, qo'shimcha 1-2 marta emizish yoki sun'iy ozuqa qabul qilish ham mumkin. Qattiq ovqatlarni yaxshi chaynab yeya boshlaydi, turli qo'shimcha ovqatlarga qiziqishi ortadi, misol uchun meva, sabzavot va go'sht kabi. Ushbu davrda chaqaloqning uyqusi kundalik umumiy uyqu vaqti 13-14 soatni tashkil etadi. Kechasi esa 10-11 soat, kunduzi 1-2 marta taxminan 2-3 soatda uxlashi mumkin. Immunitet va tibbiy tekshiruvlar. Profilaktik emlashlarni davom ettirish muhim ushbu davrda. Albatta, bu tibbiy kalendar asosida olib boriladi. Tish chiqishi davom etadi. Odatda 6-8 ta tish chiqadi ushbu davrda. Normadan tashqari bo'lgan holatlar, agar bolada quyidagi holatlar kuzatilsa, darrov shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ya'ni yurishga harakat qilmaslik yoki qo'l va oyoqlarda mustahkamlik yetishmasligi, oddiy ko'rsatmalarni tushunmaslik, ovqatlanish yoki uyqu jarayonlarida jiddiy qiyinchiliklar. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.